Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugun sizlar bilan turbo tayyorlov kursimizda 11-darsini o'tamiz. Har doimgi demak an'anaga muvofiq oldin nima o'rganganimizni bir takrorlab ketamiz eski havolamizda, keyin bugungi darsimizni boshlaymiz. Xo'p, darsimizni boshida hamma so'raydi-da, bugun nima mavzu o'tamiz domla deydi. Bugun qoldiqli bo'lishni o'tamiz. Undan avval mana oldingi darsimizda ko'paytma va bo'linmaga doir misollarni o'rgangan edik. Ba'zi qoidalarni bir o'rganib ketamiz. Ko'paytirish nima edi desa, ko'paytirish bir xil qo'shiluvchilardan bir nechtasini qo'shish edi. Mana shu qo'shish natijasi, ya'ni yig'indini biz ko'paytirish bilan topar edik. Ko'paytirishda ko'paytma deb nomlanadi. Birinchisi ko'paytuvchi, ikkinchisi ko'paytuvchi, ko'paytirish natijasini biz ko'paytma deb bilamiz. Endi mana bu bo'lishda esa o'quvchilar birinchi kelgan bo'linuvchi, keyin bo'luvchi va bo'lish natijasini bo'linma deb aytar edik. Xo'p, endi qulay usulda ko'paytirishda mana bu sonlarni bilib olsanglar dedik. Ha? Ko'paytirishinglar osonroq bo'ladi. Hammasini ko'paytirmasdan mana shu agar oxiri 0 bo'ladiganlarni bilib olsak osonroq bo'lar ekan. Misol keltirdik. Aytaylik 735 ko'paygan 125 ko'paygan 8 kelib qolsa, mana ikkalasini birinchi ko'paytirmasdan mana bunaqa qulay usul bilan oxiri 0 bo'ladiganni birinchi ko'paytirib olsak osonroq bo'lar edi. Misol uchun 735 ming bo'lar edi deb o'rgandik. Keyin taqsimot qonuni haqida gaplashdik. Taqsimot qonunida qulay bo'lishi uchun ko'paytuvchilardan bir nechtasi kelsa, bir xil ko'paytuvchini, ikkalasida ham bor bo'lgan ko'paytuvchi, mana bu a ikkalasida ham bor, qavsdan tashqariga chiqarib, keyin ko'paytirishni bajarsak osonroq bo'lar edi. Ko'paytuvchimi degan savol berilyapti o'quvchilar. Ko'paytuvchi deymiz mana buni. Ko'paytuvchi, ko'paytma deb nomlanadi. Xo'p, endi taqsimot qonunida bitta misol yozib qo'yaylik. Aytaylik 72 ko'paygan 83 plus 72 ko'paygan 17 ni singari misollar kelardi. 72 ni qavsdan tashqari chiqarsanglar 83 plus 17 qolardida, mana bu qavsimizni ichi 100 bo'lsa nima bo'lardi? 7200 natijaga erishar edik. Xo'p, endi o'quvchilar ayrishda ham mana shu holat. Misol uchun 685 ko'paygan 714 minus 685 ko'paygan 614 degan misol kelsa, taqsimot qonunida nima qilar edik? Mana bu ikkalasidan 685 ni chiqarib turib 714 minus 614 ni ayirib yuborsa, bu yoq 100 bo'lardi. Osongina 685 ga 100 ni ko'paytirib, ya'ni 685 ni orqasidan ikkita 0 ni nima qilib yozib qo'yardik, 68500 chiqar edi. Yana mana bu qoidalarni yodlab olinglar dedim. O'quvchilar, men har bir testni yechimi qilayotganda yechimlarda ham ko'rsatmalar beryapman-da. Bitta testda bir nechta qaysilari to'g'ri degan test berilganda hammasi to'g'ri edi. Ana shularni sizlar o'zi bilib olishinglar kerak bo'lgan qoidalar edi. Xo'p, bo'linuvchini bo'linmaga nisbati bo'luvchiga teng bilib olishinglar kerak. Mana bu birinchisi bo'linuvchi, bo'luvchi, bo'linma. Endi a bo'lingan b teng s bo'lsa, bundan sizlar aytasizlar, demak a ni s ga bo'lsa b chiqadi. Mana shuni aytsa bo'laveradi. Bo'linuvchi va bo'linmalar ko'paytmasi, bo'luvchi va bo'linmalar ko'paytmasi bo'linuvchiga teng. Bu nima degani? A bo'lingan b teng s bo'lsa, bundan b ga s ni ko'paytirsa a ga teng ekan. Yoki bo'lmasa, bo'luvchining qiymati o'zgarmagan holda bo'linuvchi necha marta ortsa, mana bu a necha marta ortsa, s ham shuncha marta ortadi. Bu qoida, to'g'ri qoida. Lekin o'quvchilar, bo'luvchi necha marta ortsa, bo'linma shuncha marta kamayadi. Mana shu narsani bilib olishimiz kerak. Bu nima degani? Misol uchun qaranglar. 30 da aytaylik 3 ga bo'lsanglar 10 chiqadi. Lekin mana buni 2 marta oshirib 30 ni 3 ga emas 6 ga bo'lmoqchi bo'lsanglar,
unda natija 5 chiqadida, mana bunisi 2 marta kamayadi. O'rtadagi bo'luvchi va bo'linma bir-biriga teskari bog'langan deyiladi. Teskari bog'langan deyiladi. Hop, bo'luvchi va bo'linmalar ko'paytmasi bo'linuvchining kvadratiga teng degan misol. Misol uchun a bo'lingan b teng c da mana shu hammasini ko'paytirsa, a b c ni ko'paytirsa a kvadrat bo'ladi deyapti. Ya domla bu nima degani deydi-da, ba'zi o'quvchilar tushunmaydi. Misol uchun mana bu nom tushunarsiz, lekin mana bunday qilsa osongina tushunadi. Aytaylik 6 ni 2 ga bo'lib, 3 bo'lsangiz 3 chiqadi. Endi mana bu narsani aytyapti. Agar 6 ni, 2 ni, 3 ni ko'paytirsa 6 ni kvadrati bo'ladi deyapti. To'g'rimi shu? To'g'ri bo'ladi. Hammasini ko'paytirsak 6 ko'paygan, mana ikkalasi ham 6 kara 6 bo'ladi-da, 36 bo'ladi. Mana shu qoidalarni bilib olishimiz kerak edi. Xo'p, endi sizlar bilan bugun qoidali bo'lishni o'rganamiz. Bu mavzuni yuqorida ham o'tganim uchun mana shu kanalda sal teparoqqa chiqsanglar, qaysidir mavzuda qoidali bo'lishni videosi bor. Ana shundan ko'rib olsanglar bo'ladi. Abdulaziz, stiker yubormaymiz. Ana shundan ko'rib olsanglar bo'ladi. Biz imkon boricha biladigan narsalarimizni tezroq o'tishga harakat qilamiz. Qoldiqli bo'lish. Bo'lish ikki xil holat bo'lishi mumkin. Misol uchun bo'linadi desa qoldiqsiz bo'linadi nazarda tutiladi. Aytaylik 30 ni 5 ga bo'lsa bo'ladi. 6 chiqadi. Aytaylik 60 ni 12 ga bo'lsa bo'ladi. 5 chiqadi. Yoki bo'lmasa 32 ni 4 ga bo'lsa bo'ladi. 8 chiqadi. Bular qoldiqsiz bo'linyapti o'quvchilar. Lekin biz 30 ni emas, 34 ni 5 ga bo'lmoqchi bo'lsak-chi, unda 6 tadan teng 4 qoldiq qoladi. Mana shunaqa bo'lishlarni qoldiqli bo'lishlar deb aytamiz. Qoldiqli bo'lishdagi birinchi qoida, e'tibor beringlar. Qoldiq har doim bo'luvchidan kichik bo'ladi degan narsani bilib olishimiz kerak. Qoldiq mana 5 ga bo'lganimizda o'quvchilar qoldiq 5 dan kichkina bo'lishi kerak. Buni hamma biladi. Misol uchun biror sonni o'quvchilar savol sizlarga 1 ga bo'lganimizda necha qoldiq qoladi? Desam, sizlar aytasizlar, domla qoldiq qolmaydi deysizlar. Har qanday sonni 1 ga bo'lsa bo'laveradi. Ya'ni qoldiqsiz bo'linadi. Lekin sonlarni 2 ga bo'linishi bo'yicha qoldiq yo qoldiqsiz 0 qoldiq qoladi yoki 1 qoldiq qoladi. 2 ga bo'lganda hech qachon 3 qoldiq qolmaydi. Biror sonni 5 ga bo'lganda qanday qoldiqlar qolishi mumkin? Yo 5 ga bo'linishi mumkin, yo 1 qoldiq qolishi mumkin, yo 2 qoldiq, yo 3 qoldiq yoki 4 qoldiq qolishi mumkin. Hech qachon sonni 5 ga bo'lganda 5 yoki undan katta qoldiq qolmaydi. Misol keltiraman. Aytaylik 15 sonini 5 ga bo'lganimizda 3 tadan tegadi. Qoldiq nima desa, bu yerda qoldiq 0, ya'ni qoldiq yo'q. Aytaylik 21 ni 5 ga bo'lsa nima bo'ladi? 4 tadan teng 1 qoldiq qoladi. Mana 1 qoldiq qoldi. Aytaylik 32 ni 5 ga bo'lsa nima bo'ladi desa, 6 tadan teng 2 qoldiq qoladi. 2 qoldiq ham bo'lishi mumkin. Yoki 18 ni 5 ga bo'lsa nima bo'ladi? 3 tadan teng 3 qoldiq qoladi. Yoki bo'lmasa 29 ni 5 ga bo'lsa nima bo'ladi desam, 5 tadan teng 4 qoldiq qoladi. Lekin men aytsamki 30 ni 5 ga bo'lsam 5 tadan teng 5 qoldiq qoladi desam, bo'ladimi desa, ya domla deysiz. 35 ga qoldiqsiz bo'linadi-yu deysiz. Mana unaqa 5 qoldiq qolmaydi deysiz. Demak, qoldiq o'quvchilar mana bu joydagi bo'luvchidan kichik bo'ladi. Teng bo'lishi ham mumkin emas. Mana bundan kichik bo'ladi va manfiy ham bo'lmaydi. Misol uchun, mana bunaqa yozuv kelsa, 30 ni 5 ga bo'lsam, aytaylik 30 ni demay, 33 ni 5 ga bo'lsam 7 tadan tegi -2 qoldiq qoladi. Deganda bunda yozib qo'yadi. 33 teng 5 kara 7 -2 deydi. Buni hisoblasa 5 kara 7 deydi, 35 deydi. 35 dan 2 ni ayirsa 33. Bu to'g'ri ekan deydi. Bu tenglik to'g'ri o'quvchilar, lekin qoldiqli bo'lishga kirmaydi. Tenglik to'g'ri, lekin bu qoldiqli bo'lish emas.
Qoldiqli bo'lishi uchun o'quvchilar qoldiq manfiy bo'lishi mumkin emas. Mana taxminan o'quvchilar testlarda mana bunaqa savollar beriladi. Qaranglar, chatni ochib qo'ydim. Xo'p, aytaylik, qaysi biri qoldiqli bo'lish bo'la oladi desam, mana bu formulani ham bilib olamiz. Aytaylik, biz quyidagicha yozishni o'rganishimiz kerak. 32 ni 5 ga bo'luvdik, 6 tadan teng 2 qoldi-ku. Shuni bo'linuvchini topish formulasi bilan mana bunaqa yozsa bo'ladi. 32 teng 5 kara 6 plus 2. Mana shu qoldiqli bo'lishda umumiy ma'noda formulasi desa ham bo'laveradi. Xo'p, bizda o'quvchilar 719 ni 25 ga bo'lsa 29 tadan teng minus 6 qoldiq qolishi mumkinmi desa, aytasizlarki, hech qachon manfiy qoldiq qolmaydi deysiz. Qoldiq manfiy bo'lmaydi. Keyingisi biror sonni 143 ni 11 ga tekkanda bo'lganda 12 tadan tegib 12 qolishi mumkinmi desa, sizlar aytasizlar, domla hozir o'rgatdingiz deysizlar. Biror sonni 11 ga yoki 12 ga bo'lganda qoldiq kichkina bo'lish kerak. 11 ga bo'lganda qoldiqlar misol uchun 10 qolishi mumkin, kichkina bo'lish kerak. Bunaqa qoldiq bo'lmaydi deysizlar. Biror sonni aytaylik 9 ga bo'lganimizda 9 qoldiq qolmaydi. Lekin o'quvchilar, biror sonni 25 ga bo'lsam, 154 ni 25 ga bo'lsam 6 tadan tegib 4 qoldiq qoladimi desam, sizlar ha deysizlar, qoldiq qoladi. Nimaga unday desa, sababi 25 bo'luvchi va qoldiq undan kichkina bo'ladi. O'zi mantiq ham shu-da o'quvchilar. Sizlar biladigan bo'lish bor-ku. Mana shunga amal qilmasa, qanaqa narsalar ketishini bilasizlar. Misol uchun qaranglar. Bir kishiga aytsamki, 39 ni 3 ga bo'ling desam. Ha? Bunday qilib bo'lib qo'yish mumkin-da. 39 ni 3 ga bo'lsak desa. Birinchi 3 ni ichida 3 talikdan bitta bor, 3. Keyin ayirib turib 9 bor. 9 ni ichida 2 ta bor, ayirib turib 3. Keyin 3 ni ichida yana bitta bor, ayirib turib 0. Desa, bilasizlarmi, bu 39 ni 3 ga bo'lib 121 chiqarib qo'yadi. Xatoli nima desa, mana bu ayirgandagi qoldiq bor-ku, 3. Hech qachon 3 ga bo'lganda bundan katta bo'la olmaydi. Yo 2 yo 1 bo'lish kerak, yo 0 bo'lish kerak. Demak, qoldiqli bo'lishga amal qilmasa, qoldiq kichkina bo'ladi degan shartga amal qilmasa, bo'lishlar bu narsalar bo'lib ketadi. Xo'p, shunaqa bo'lgan o'quvchilar ham bor. Men o'zim ko'rganim uchun aytyapman. Xo'p, keyingi savol, qaranglar. Quyidagilardan qaysi biri qoldiqli bo'lishni ifodalamaydi? Tasavvur qilaylik, mana hammasi tengliklarimiz to'g'ri. Qaysi biri qoldiqli bo'lish bo'lmaydi? Ha? Qaysi biri qoldiqli bo'lish bo'lmaydi? Xo'p, D bo'lmaydi. Yaxshi. Qaranglar o'quvchilar, biror sonni 40 ga bo'lsa 34 qoldiq qolishi mumkin. 10 ga bo'lganda 3 qoldiq qolishi mumkin. 14 ga bo'lganingizda 2 qoldiq qolishi mumkin. Lekin 14 yoki 13 ga bo'lganda hech qachon 15 qoldiq qolmaydi. Demak, birinchi sizlar bilan o'rgangan narsamiz o'quvchilar, biror sonni A sonni B ga bo'lganimda S tadan tegib R qoldiq qolsa, mana bunaqa yozay. Har doim bo'luvchi qoldiqdan katta bo'lar ekan. Shunga kelishdikmi? Shuni tushundinglarmi? Qoldiq har doim bo'luvchidan kichik bo'ladi. Bu muhim qoida. Sabab ozmashi bo'yicha misollar ishlaymiz-da. Xo'p. Buni tushundinglarmi? Qoldiq kichkina. Qoida bu. Buni bilib olib turamiz. Endi keyingi qoida, bo'linuvchini topish uchun boyaga aytgan formulamiz. Mana 25 ni birorta songa bo'luvdingiz, 25 ga demaylik. 25 ni 3 ga bo'luvdingiz, 8 tadan tegib 1 qoldiq qoldi. Endi mana shu 25 yo'qda qandaydir sonni 3 ga bo'luvdim, 8 tadan tegib 1 qoldiq qoldi. Shu nechini bo'lganman degan savol berilsa, mana bu formula bo'yicha ishlaysizlar. Bo'linuvchini topish uchun bo'luvchi va bo'linmalar ko'paytmasiga qoldiq qo'shiladi. Mana A nimaga teng? Endi bizni
bo'linmamizda desa 3 kere 8 ga 1 ni qo'shamiz. Shunda 24, 25 ga teng edi deb ishlaymiz. Bu menimcha oson savollar. Hop, bittasini men ishlayman mana. Birinchi savol. 4 ga bo'lganda qandaydir a sonni 4 ga bo'luvdim, 7 tadan tegib 3 qoldi. A sonni mana bu formula bo'yicha topib qo'yaman. A teng 4 kere 7 plus 3. A son 28, 31 ga teng bo'ladi. A bo'ladi. Keyingisini ishlaylarchi mana buni. Ikkinchi misol. To'liqsiz bo'linma 21 ga, to'liqsiz bo'linma nimaligini ham aytib ketay. Mana bu bo'linmani qoldiqli bo'lishda to'liqsiz bo'linma deydi. Bo'luvchi 89 ga qoldiq 13 ga teng bo'lsa, bo'linuvchi nimaga teng? Bu nima degani qaranglar. A sonni 89 ga bo'lganda 21 tadan tegib 13 qoldiq qolyapti. A sonni qanday topamiz o'quvchilar? Mana bu ikkalasini ko'paytmasiga 13 ni qo'shib yuboramiz. To'g'rimi? A teng 89 ko'paygan 21 plus 13. Xo'p, 89 ni 21 ga ko'paytiraylikchi. Xo'p, 89 2 ga ko'paytirsa 8, 178, 9, 6, 8, 1, unga 13 ni qo'shib qo'yadigan bo'lsak 1882. 1882. Javob chiqar ekan. To'g'rimi? Endi qaranglar. Prezident maktabida 2022-yilda mana bunaqa savol tushgan ekan. Qoldiqli bo'lish bo'yicha. Qandaydir sonni 772 ga bo'lgan ekan, 777 ga. 888 tadan tegib 99 qoldi. Endi mana shu uchburchakni topish uchun nima qilamiz degan savol beryapti o'quvchilar. Mana shu uchburchakni topish uchun nima qilamiz desa, ko'p yozmaymiz. Mehrojbek. Bo'l, bir marta yozaylik. Nazirjon, ko'p yozmaylar. Xo'p. Buni topish uchun oson yo'li, demak, boyagi formulaga qo'yasizlar. Bo'linuvchini topish uchun mana bu ikkalasini ko'paytirib, qoldiqni qo'shib qo'yamiz. 777 ga 888 ni ko'paytirib 99 ni qo'shib qo'yamiz. Mana shu javob qaysi birida berilgan? Mana shunga o'xshagan. Xo'p, y'sida berilgan, mana 777, 888, 99 qo'shilgan mana. Javob y bo'ladi. Xo'p, keyingisini ham bitta ko'rib qo'yaylik. Keyin boshqasiga o'tamiz. Xuddi shu bilan bir xil ekan. Bir sonni 555 ga bo'lganda sizlar o'zingizlar javob yuboringlarchi, qanaqa yuborasizlar? Ali uchburchak sonni, qandaydir sonni 555 ga bo'lganda 22 qoldi chiqib 333 tadan tegdi. Qaysi javob uchburchakni beradi? Xo'p, B deyishyapti, to'g'ri. Hamma tushundimi bunga? Demak, sizlar bilan keyingi o'rgangan narsamiz. A bo'lingan B teng S tadan teng R qoldi qolsa, A bo'linuvchini topish uchun o'quvchilar bo'luvchi va bo'linmalar ko'paytmasiga qoldiqni qo'shamiz. Hammaga tushunarlimi bu? Biror savol bo'lsa, so'rab olasizlar. Bu menimcha tushunarli bo'lsa kerak. Xo'p. Endi bo'linuvchi mana shu formuladan yana bir narsani bilish kerak. Agar bizga 243 ni qandaydir songa bo'lganimda 15 ga bo'lganimda nechtadan x tadan tegib 3 qoldi desa, e'tibor berasizlar, bo'linuvchidan r ni ayirib yuborsanglar, ikkala bo'luvchi va bo'linmalar ko'paytmasi qoladi. Shuning uchun x ni osonroq topish yo'li, hozir mana shunday bo'lsanglar ham x ni topaverasizlar. Bunday qilsanglar bo'ladi. Mana shu qoldiqni ayirib yuborsanglar 243 dan 3 ni ayirib yuborsanglar 240 qoladi. Va mana shu 240 ni 15 ga bo'lsanglar x kelib chiqadi. Bo'linma kelib chiqadi. Bo'linma 15 ekan, mana bunday qilaylik. Mana bu 15 bo'lsa, mana bu yer bo'luvchi kerak ekan bizga.
Farqi yo'q. Mana shu bo'linuvchidan qoldig'ini ayiraversanglar, mana bu ikkala sonni ko'paytmasi kelib chiqadi o'quvchilar. Ana endi 240 ni 15 ga bo'linglar, ikkinchisi kelib chiqadi. Bittadan beramiz. 15 ayirsak 96, 16 ekan-a. Javob 16, B javob bo'ladi. Xo'p, endi keyingi narsani o'rganamiz. Mana bu tipdagi misollar bersa. 39 ni qandaydir songa bo'luvdik. Nechtadandir tegib qoldik, 9 chiqdi. Shu mana bu x o'rnida bo'ladigan, bo'lishi mumkin bo'lgan barcha sonlar yig'indisini toping. X'lar nechtadir bo'lishi mumkin? Bitta bo'lar, balki ikkita bo'lar, balki uchta bo'lar. Shular yig'indisini toping degan savol beryapti. Mana shunga yaxshilab tushunib turinglar. Qoldiqni ayirsanglar, bo'luvchiga karrali bo'lgan son qoladi. 39 dan 9 qoldiq qolishi uchun, demak 39 minus 9. Mana bu bo'luvchi 30 ning bo'luvchilari bo'lishi kerak. Ya'ni 30 ni qoldiqsiz bo'ladigan sonlar bo'lishi kerak. Nechiga 30 ni qoldiqsiz bo'lsa bo'ladi desam, o'quvchilar sanab tashlaydi. Domla 1 ga bo'lsa bo'ladi, 2 ga bo'lsa bo'ladi, 3 ga bo'lsa bo'ladi, 5 ga bo'lsa bo'ladi, 6 ga bo'lsa bo'ladi, 10 ga bo'lsa bo'ladi, 15 ga bo'lsa bo'ladi, 30 ni o'ziga ham bo'lsa bo'ladi deymiz. Lekin o'quvchilar bir narsaga e'tibor berasizlar. Bo'luvchi qoldiqdan nima bo'lishi kerak edi? Bo'luvchi qoldiqdan katta bo'lishi kerak edi. Bo'luvchi qoldiqdan katta bo'lishi kerak edi. Xo'p, endi qaranglar. Mana shulardan qaysilari x o'rnida turishi mumkin desa, sizlar aytasizlar. Mana bular mumkin emas deysizlar. Nimaga desa, chunki hech qachon 6 ga bo'lganda 9 qoldiq qoladimi? Ha? 9 qoldiq qolmaydi. Demak, quyidagi variantlar bor. Birinchisi, 39 ni 10 ga bo'lsanglar, 3 tadan tegib 9 qoldiq qoladi. Yoki bo'lmasa 39 ni 15 ga bo'lsanglar, 2 tadan tegib 9 qoldiq qoladi. Yoki 3-chi variant, 39 ni 30 ga bo'lsanglar, bittadan tegib 9 qoldiq qoladi. Demak, x o'rnida bo'lishi mumkin bo'lgan sonlar yig'indisini toping desa, 10 plus 15 plus 30. Javob 55 bo'lar ekan. Mana A javob ekan. Bitta shunaqa misol ishlaylik. Kelinglar, men yerga bitta son qo'yib beraman, sizlar shuni ishlaysizlar. Misol uchun 60, buni boshqa son yozib beray. Xo'p, 55 ni bo'lganda qandaydir x songa nechtadandir tegib 7 qoldiq chiqdi. Mana shu x ni o'rniga qo'yish mumkin bo'lgan, boya 3 ta son qo'ydik-ku. Shunaqa qo'yish mumkin bo'lgan barcha sonlar yig'indisini topib ko'ringlar-chi o'quvchilar. Kimlar topadi? Bu endi vaqt oladi. Demak, 55 ni qandaydir songa bo'lganimizda qoldiq 7 chiqdi. Shu nech sonlarga bo'lgan bo'lishimiz mumkin? Shunaqa mumkin sonlarning yig'indisini topinglar-chi. Xo'p. Javob yuboryapmiz. Xo'p, ovozim yaxshi eshitilyaptimi hammalarga? Xo'p, yaxshi. Bo'ldi. Demak, bir nechta javoblar keldi. Endi qabul qildikda o'tamiz. Sizlarga aytayapman, qoldiqni ayirsarsanglar deyapman. Mana bunga karrali bo'lgan son qoladi. Demak, qoldiq bu ortiqcha qism. 55 dan 7 ni ayirversam 48 qoladi. Demak, 48 ga bo'linadigan sonlarni yozib chiqishim kerak.
Nechilar 48 ni böluvchilar? 48 ni 1 ga bo'lsa bo'ladi, 2 ga bo'lsa, 3 ga bo'lsa, 4 ga bo'lsa, 6 ga bo'lsa, 8 ga bo'lsa bo'ladi. To'g'rimi? Yoki 12 ga bo'lsa bo'ladi, 16 ga bo'lsa bo'ladi, 24 ga bo'lsa bo'ladi, 48 ga bo'lsa bo'ladi. Endi faqat 55 ni 1 ga bo'lsa 7 qoldi qolmaydi-da. Yoki 2 ga, 3 ga, 4 ga, 6 ga bo'lsa ham 7 qoldi qolmaydi. Lekin 55 ni 8 ga bo'linglar. 55 ni 8 ga bo'lsak, 6 tadan tegib 7 qoldi qoladi. To'g'rimi? 55 ni 12 ga bo'lsanglar, 4 tadan tegib 7 qoldi qoladi. 55 ni 16 ga bo'lsanglar, 3 tadan tegib 7 qoldi qoladi. Va hokazo 55 ni 24 ga bo'lsanglar, 2 tadan tegib 7 qoldi qoladi. 55 ni 48 ga bo'lsanglar ham bittadan tegib 7 qoldi qoladi. Mana shu sonlar yig'indisi nimaga teng deyapti. Bu sonlar yig'indisi mana bu ikkalasi 20, bu ikkalasi 40, 60, 108 bo'ldi. Javob 108 bo'lar ekan. Tushundinglarmi? Ko'pchiliginglar xato qilibsizlar. Bunaqa misollardan ham bitta ikkita beraman. Shuni ko'rib ishlaysizlar. Xo'p, keyingi narsamiz ustun shaklda bo'lishda ham yuqoridagi qoida ketaveradi o'quvchilar. Bizga mana bunaqa savollar bersa, qaranglar. Qandaydir a sonni 5 ga bo'luvdim, 3 tadan tegib 2 qoldi degan savol bersa, a bo'linuvchi. Bo'linuvchini topishni boya o'rgandik. Demak, a ni topish uchun nima qilamiz desa, bo'luvchi va bo'linmalar ko'paytmasiga qoldiqni qo'shib qo'yamiz. Chunki mana bu yerda qoldiq beriladi. Bu ustun shaklda 2. Demak, a 17 bo'ladi o'quvchilar. Keyin sizlarga mana bunaqa savol beradi. Shunday b son bor, uni a ga bo'luvdim, 3 tadan tegib 5 qoldi. Endi b ni toping desa, o'quvchilar, bu mana shuni davomi. A ni topgan bo'lsanglar, b ni a ga, ya'ni 17 ga bo'lganda 3 tadan tegib 5 qoldi. Demak, b son nimaga teng bo'lishi mumkin desa, yana o'sha qoida. Bo'linuvchini topish uchun bo'luvchi va bo'linmalar ko'paytmasiga 17 kara 3 ga qoldiqni qo'shib qo'yamiz 5 ni. 51, 56 bo'ladi. Endi bu o'zi oddiy narsa, lekin sal ko'paytirib beriverishi mumkin. 2024-yil mana testlarda, imtihonlarda mana bunaqa keladi, taxminan. Qaranglar. X sonni 5 ga bo'lganda 4 tadan tegib 4 qoldi. Y sonni 5 ga bo'lganda x tadan tegib 3 qoldi. Savol shu y sonni 10 ga bo'lganda a tadan tegib b qolsa, a plus b nimaga teng debdi. Sizlar bitta ishlashga harakat qilingizlar. Keyin men sizlarga buni o'zim ham ko'rsatib beraman. Xo'p, Abdulaziz stiker yubormaymiz dedimi? Hop. Yaxshi. B yuborishyapti. Ko'pchilik bo'ja ishlab bo'ldi menimcha. Qaranglar, birinchi x sonni topish uchun nima qilamiz desa, x sonni topish uchun mana bu ikkalasini ko'paytmasiga qoldiqni qo'shamiz. 4. X 24. Endi mana bu y ni 5 ga bo'lsa, 24 tadan tegib 3 qoldiq qolyapti. Endi y ni topish uchun nima qilamiz desa, bu ikkalasini ko'paytmasiga 5 kara 24 ga qoldiqni qo'shamiz. 123. Endi y chiqdi. Shu 123 ni 10 ga bo'lsak, nechtadan tegib necha qoldiq qoladi? 10 ga bo'lsak, 12 tadan tegib 3 qoldiq qoladi. Buni hammanglar bilib turibsizlar, buni shunday yozib qo'yaveraman. Chunki 10 ga 123 qoldi. Xo'p, endi bizga mana bu 12 a ni o'rnida turibdi o'quvchilar. 3 b ni o'rnida turibdi. Endi a plus b nimaga teng desa, 12 plus 3. Ya'ni 15 ga teng deb javob beramiz o'quvchilar. Mana shunga o'xshagan misollarni ishlay olishimiz kerak. Qaranglar, qoldiqli bo'lish k plus l ni toping debdi. Buni ham ishlab ko'ringlarchi. Ozgina mantiqni ham ishga solasizlar.
3KL 3 xonali sonda L 5 ga bo'lsa 8 tadan teng 24 qolyapti. Savol: K plus L nimaga teng? Hozir yozganlarni ko'rib chiqamiz. Mana bu narsa o'zi bo'lishda his qilsanglar L5. Mana bu O ayirayotganimizda 8 kere 5 40 bo'ladi-da. 40 to'lidildi. Mana bu L'ni bilmaganimiz uchun yog'ini yoza olmaymiz. Mana shu L dan 0 ni ayirsangiz 4 bo'lganidan mana buni 4ligini bilib olasizlar. Demak, mana bu yer o'quvchilar L 4 bo'ladi. Boshqa variant yo'q. 45. Endi 3 xonali sonni topsanglar bo'ladi. Bo'linuvchini topish uchun bo'linuvchi va bo'linmalar ko'paytmasiga nima qilamiz? Qoldiqni qo'shamiz. 3KL teng bo'ladi 45 kere 8 ga qo'shamiz 24 ni. 45 kere 8imiz nechi bo'ladi? Hop, 4'da 32, 36. 360, unga 24 ni qo'shib qo'yadigan bo'lsak 384 bo'lar ekan. Mana bu yer 384 ekan. Mana bu 45 ekan. Endi shunda haqiqatda to'g'ri bo'ladimi? Bitta tekshirib olinglar. 384 ni 45 ga bo'lsak 8 tadan tegib 360 24 qoladimi? Ha, to'g'ri bo'lyapti. Endi bizdan K plus L ni so'rayapti. K 8, L 4. Shu ikkalasini yig'indisi 12 S javob bo'lar ekan. Xo'p, endi o'quvchilar misollarda, imtihon savollarida bo'linma va qoldiqning teng bo'lishiga doir alohida misollar beradi. Bo'linma va qoldiq teng bo'lgan holatlar bor. Misol uchun o'quvchilar biror sonni 5 ga bo'luvdinglar, bo'linma va qoldiq teng bo'ldi. Shunaqa sonlarni qoldiq faqat 0 emas deydi. Qoldiq 0 emas deydi. Xo'p, qaysini tushunmadingiz Ne'matjon? Nimani tushunmadingiz? Mana bungami? Qarang, oxirgi raqami 8 kere 5 0 bo'lganligi uchun va mana bu L'dan shu 0 ni ayirsangiz 4 chiqadi. Qoldiq ayirish natijasida, qoldiq ayirish natijasi. Demak, L 4 bo'ldi. Mana bu 4, 45. 45 ni topgandan keyin bu yoqdagi sonni topish uchun bo'luvchi va bo'linmalar ko'paytmasiga qoldiqni qo'shamiz. Ya'ni 45 ga 8 ko'paydi, 24 ni qo'shamiz o'quvchilar. Ana endi mana bu yoqdagi kelib chiqadi son, 3 xonali son kelib chiqadi. Keyin o'rniga qaysi harf qaysi o'rinda turgan bo'lsa, demak K ga 8 mos kelyapti, L ga 4 mos kelyapti deb bilib olasizlar. Xo'p, biz keyingi narsaga o'tamiz. Biror sonni 5 ga bo'luvdik, bo'linma va qoldiqlar teng chiqdi. Shunaqa holatlar 5 plus 1 ning karraliklari bo'ladi. 5 plus 1 ni karraliklari bo'ladi. Ya'ni 6 ni karraliklari bo'ladi. E'tibor beringlar. Agar 5 ga bo'lganda bittadan tegib 1 qoldiq qolsa, biror sonni. Bu son nechi desa 5 kere 1 plus 1 bo'ladi. 6 ni o'zi bo'ladi. Agar biror sonni 5 ga bo'lganinglarda ikkitadan tegib 2 qoldiq qolsa, unda bu son 5 kere 2 plus 2 bo'ladi, 12 bo'ladi. Biror sonni 5 ga bo'lganinglarda 3 tadan tegib 3 qoldiq qolsa, unda bu son 5 kere 3 plus 3 nechi bo'ladi? 18 bo'ladi. Biror sonni 5 ga bo'lganimizda 4 tadan tegib 4 qoldiq qolsa, bu son 5 kere 4 plus 4 24 bo'ladi. Endi biror sonni 5 ga bo'lganimizda 5 tadan tegib 5 qoldiq qolishi mumkinmi? Mana bunisi mumkin emas o'quvchilar. Bu mumkin emas. Nimaga desanglar, chunki qoldiq har doim bo'luvchidan kichik bo'ladi. E'tibor beringlar. 5 ga bo'lganda bo'linma va qoldiq teng chiqadigan sonlar desa 6, 12, 18, 24. Ya'ni 5 plus 1 6 ni karraliklari bo'ladi. Endi sizlarga savol berib qo'ysa, bir sonni 8 ga bo'luvdim. Bo'linma va qoldiqlar bir xil chiqdi.
shunaqa sonlarni yig'indisini top desa, sizlar aytasizlar. Ha, 8 ga bo'lganda bo'linma va qoldiq teng chiqsa, ular 8 plus 1 9 ni karaliklari bo'ladi. 9 da shunaqa bo'ladi, 18 da shunaqa bo'ladi, 27 da shunaqa bo'ladi, 36 da shunaqa bo'ladi va hokazo 7 ta son yozasizlar. Chunki 8 ga bo'lganda 7 qoldiqgacha qolishi mumkin. Xo'p, 36 bo'lishi mumkin, yana 45 bo'lishi mumkin, 54 bo'lishi mumkin, 63 bo'lishi mumkin. Haqiqatda 9 ni 8 ga bo'linglar, bittadan teng 1 qoldiq qoladi. 18 ni 8 ga bo'linglar, ikkitadan teng 2 qoldiq va hokazo. Oxiri 63 ni 8 ga bo'lsanglar, 7 tadan tegib 7 qoldiq qoladi. Undan katta bo'lishi mumkin emas. Endi shunaqa sonlarda eng kattasi nechi desa 63 deymiz. Eng kichigi nechi? 9 deymiz. Tushundinglarmi? Keyin yana so'rab qoladi, mana shu sonlarni hammasini qo'shganda nechi bo'ladi deydi. Yana bir marta qaytaraman, biror sonni. Xo'p, aytaylik, a sonni qandaydir x songa bo'lganda bo'linma va qoldiqlar bir xil chiqadigan bo'lsa, mana shu a son x plus 1 ni karalisi bo'ladi. Aytaylik, qandaydir sonni 15 ga bo'luvdingiz, bo'linma va qoldiq teng chiqdi. X tadan teng x chiqdi. Unda mana bu a son 16 ga karrali bo'ladi. Shuni ham bilib olasizlar. Endi misollardan ishlaymiz. Xo'p. Birinchisi 14 ga bo'lganda bo'linma va qoldiq teng bo'ladigan eng katta va eng kichik sonlar yig'indisini toping. Qoldiqlar 0 dan farqli. Demak, 14 ga bo'lganda bo'linma va qoldiq teng chiqadigan sonlarni topishimiz kerak ekan. Xo'p, ishlaymiz. Eng katta va eng kichigi qaysi bo'ladi? Ovozim eshitilyaptimi? Misol ko'rinyaptimi? Yaxshi. Qani ishlanglarchi? 14 ga bo'lganda bo'linma va qoldiq teng chiqadigan. Eng kattasi nechi, eng kichigi nechi? Va ular yig'indisini toping. Xo'p. Har xil javoblar kelyapti. Yaxshi, barakalla. Mana aktiv o'quvchilar tanib oldi. Faqat bir martada yuboringlar, ha. Bir martada yuborsanglar yetadi. Yaxshi, barakalla. Demak, qandaydir sonni 14 ga bo'luvdim. Bir xil bo'linma va qoldiq teng chiqdi. Bundan men sizlarga qoida bo'yicha aytdim. Ha, demak mana bu a son 15 ni karalilar. To'g'rimi? Ya'ni 14 ga bo'lganingiz uchun 14 plus 1 15 ni karalilar. Eng kichigi o'zi bo'ladi. Eng kichigi 15 ni 14 ga bo'lsangiz bittadan tegib 1 qoldiq qoladi. Eng kattasida 15 kara 3 qilasiz. 13 qilasiz. Chunki 14 ga bo'lganda o'quvchilar ko'pi bilan 13 tadan tegib 13 qoldiq qolishi mumkin. Eng ko'pi bilan shunaqa. Bu son necha desa, hop, mana bunday qilib topsak ham bo'laveradi. 14 ko'paygan 13 plus 13 qilsak ham bo'laveradi. Yoki 15 ni 13 ga ko'paytirib qo'ysanglar ham bo'laveradi. Hop, 182, 195. Demak, eng kattasi 195. Yoki ikkinchi usuli 15 ni 13 ga ko'paytirib qo'yinglar, 195 bo'ladi. Ana endi bu ikkalasini yig'indisi nimaga teng desa, 195 15 ga 195 ni qo'shsanglar 210 bo'ladi. Yana bitta ishlaylik shu bo'yicha. Qaranglar. 7 ga bo'lganda bo'linma ya'ni to'liqsiz bo'linma qoldiqqa teng bo'ladigan barcha sonlar yig'indisini toping. Izoh 0 chiqadigan holatni hisobga olmang. Qaranglar o'quvchilar, men imtihonlarda taxminan tushadigan savollarni beryapman. Mana shunaqa real testlarda ishlay olishinglar kerak. Ishlab ko'ringlarchi, 7 ga bo'lganda bo'linma va qoldiq teng chiqadigan barcha sonlar yig'indisini toping. Nechi bo'ladi? Xo'p. Shoshilmay ishlayveramiz o'quvchilar. Bitta yozamiz. Zulayho Ashurova bitta yozaylik.
Xo'p, yaxshi. Qani shu to'g'rimikin? Men qoida bo'yicha aytdim, eng kichigi 7+1 bo'ladi. 8 bo'ladi. Undan keyin mana shuni karraliklari bo'lib ketaveradi. 8 kere 2 16, keyin 3 24, 32, 40, 48 gacha boradi. Lekin undan katta bo'lmaydi. Chunki 8 kere 6, 6 qoldiqgacha qolishi mumkin-da eng ko'pi bilan. 7 ga bo'lganda qoldiq eng ko'pi bilan 6 bo'ladi. Mana A sonni 7 ga bo'lsanglar, eng ko'pi bilan 6 tadan teng 6 qoldiq qolishi mumkin. Unda A son eng maksimum nechi bo'ladi desa 42 ga 6, 48 bo'ladi. Endi mana shu hammasini yig'indisini so'ralyapti. Demak, mana shu 7 ta sonni yig'indisini topib qo'ysanglar, hop, nechi bo'lar ekan? 56, 56, 56, 3 ta 56, 168 bo'lar ekan. Tushundinglarmi? Demak, bu qoida. Mana bitta qaytaraman. Bo'linma qoldiqqa teng bo'lishi uchun mana bu bo'luvchiga 1 qo'shgan soniylarga karralilarni ko'rib chiqasizlar. Xo'p, endi keyingi masala qoldiqli bo'lish masalalari. Mana bu qoidani ham aytib ketamiz o'quvchilar. Ikki xil holat bor qoldiqli bo'lishda. Agar siz biror narsani ishni to'liq bajarishingiz kerak bo'lsa, ma'lum kunga o'tib ketsa, kerak bo'ladigan narsalar bittaga ortadi. Misol uchun 13 kishi safarga chiqmoqchisizlar. Sizlarga 4 o'rinli mashinalar bor. 4 o'rinli mashinalar bor. Nechta mashina kerak desa, sizlar 13 ni 4 ga bo'lsangiz, 3 tadan teng 1 qoldiq qoladi. Bu shuni anglatadiki, 3 ta mashinaga hamma odam chiqsa ham bitta odam qolib ketadi degan. Agar hamma odam safarga chiqish kerak bo'lsa, sizlarga kerak bo'ladigan mashinalar to'liqsiz bo'linmadan bittaga ko'proq bo'ladi. 4 ta mashina kerak deysizlar. Nimaga 4 ta kerak desa, chunki 3 ta mashinaga sig'maydi 13 kishi. Endi mana bu yerda ham shunaqa misollar bor. Misol uchun 200 litr sutni 16 litrdan bo'lgan nechtasiga joylaymiz? Hammasini keltirishimiz kerak. 200 ni 16 ga bo'lsanglar, bittadan tegadi 16, 40 ni ichida ikkitadan tegadi 8 qolib ketadi. 12 tadan tegib 8 qolib ketadi. Endi biz mana shu qolib ketgan qismini ham qo'yib olishimiz kerak-ku, to'g'rimi? Mana shunaqa holatlarda bizga 13 ta deymiz. 13 ta idish kerak deymiz. Chunki 12 ta idishimizga yetmayapti-da. Tushundinglarmi? Xo'p. Mana buni ishlab beringlar-chi menga. Nodir dushanbadan boshlab bir haftada 412 kilometr yurdi. Dushanba, chorshanba, juma kunlari 40 kilometrdan qolgan kunlari esa bir xil masofaga yurdi. Nodir haftani qaysi kuni 200-kilometrni yurganini toping deyapti. E'tibor beringlar, bir hafta dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba, juma, shanba, yakshanba. Bir haftada 412 kilometr yo'l yuribdi. Dushanba, chorshanba, juma kunlari dushanba kuni, chorshanba kuni va juma kunlari 40 kilometrdan yuribdi. Qolgan kunlari bir xildan yuribdi. 200-kilometrni qaysi kuni yurgan degan savol beryapti. Ishlab ko'ringlarchi. Xo'p, endi qaranglar. Birinchi 3 kun 40 kilometrdan yursa 120 yuradi. Qolgan kunlari bir xil deyapti. 412 dan 120 ni ayirib qo'yadigan bo'lsak, 2 9 2 292 kilometr. 292 kilometrda qolgan 1 2 3 4 kunda yuradi. 292 ni 4 ga bo'laman. Shunda 7 3 qolgan kunlari 73 kilometrdan yuradi.
Shunda to'g'ri bo'ladimi o'quvchilar? Mana bitta hisoblab ko'raylikchi. 3 kun 40 kilometrdan 120 yurayapti. Qolgan 4 kun 73 dan 292 yurayapti. Qo'shadigan bo'lsak 2, 1, 3, 412 kilometr yuryapti. Endi qachon 200-kilometrni yurdi desa, mana birinchi dushanba 40 kilometr, seshanba kuni jami qancha yurdi desa, mana bu ikkalasi bo'ladi. Seshanba kuni jami u 113 ni yurdi, ya'ni qo'shib beramiz. Chorshanba jami qancha yurdi? Chorshanba kuni u jami 153 yurdi, to'g'rimi? Bunga qo'shib ketinglar. Keyin payshanba kuni qancha yurdi? Payshanba kuni oxirgi nima desa, payshanba kuni 226 kilometr yurdi. Endi e'tibor beringlar. Payshanba 154 dan boshladida 226 da tugatyapti. Demak, 200-kilometrni ham aynan payshanba kuni yurgan. Tushundinglarmi? Payshanba kuni yurgan. Bu yerda to'liq bo'lish shart emas. Oralig'ini bilib olsanglar bo'ldi. Mana bu 253 da tugadimi? Demak, hali 153 da 200 ga yetmabdi. Payshanba 200 oshib ketdi. Ha, demak, mana shu payshanba kuni qaysidir vaqtda 200-kilometrni yurgan deb faraz qilamiz o'quvchilar. Xo'p, endi keyingi masala takrorlanuvchi harakatlarda sizlar qoldiqli bo'lishdan foydalanasizlar. Hozir nimani yoqib qo'yaman. Savollar bo'lsa beraverasizlar. Takrorlanuvchi harakatlar bor. Shunda nechinchidir o'rinda qaysi turadi degan savollar. Bu juda ham sodda savollar bo'ladi. Mana qandaydir naqshlar beradi. E'tibor beringlar, mana shu yerda nechta shakl qanday takrorlanyapti. Hammanglar yaxshilab e'tibor beringlar. Mana bu to'rtburchakdan boshlab mana bu yergacha bo'lgan qism kvadrat, aylana, beshburchak, yulduzcha, mana bunday stop belgisi plus. Ko'ryapsizlarmi? Mana shu narsa takrorlanyapti. Mana. Shunaqa misollarda qanday ishlaymiz desa, quyidagicha ishlanadi o'quvchilar. Birinchi bitta oraliq, bitta takrorlanishda birinchi o'rinda nima turibdi, ikkinchi o'rinda nima, 3 ta nima, 4 ta nima, 5 ta nima, 6 ta nima. 6 ta da takrorlanyapti ekan. Endi sizlarga savol bersa, 7-chi o'rinda qaysi turadi desa, bilasizlarki, 7-chi o'rindagi birinchi o'rin bilan bir xil bo'ladi. 8-chi o'rindagi 2 bilan bir xil bo'ladi va hokazo. Mana shu joyda qoldiq ishlaydi. Qanday qoldiq ishlaydi? Misol uchun aytsaki 90-chi o'rinda qaysi turadi desa, 90 ni 6 ga bo'lasizlar. 6 ga bo'linadi, bu karrali, qoldiq qolmayapti. 15 tadan tegyapti. Agar qoldiq qolmasa, eng oxirgisi bo'ladi. Qolgan hammasi nech qoldiq qolsa, shunga bo'linadi. Demak, bitta takrorlanishda nechta element borligi aniqlanadi, 6 ta element va 117-chi o'rinda qaysi shakl turadi desa, 117 ni ana shu elementlar bir martada takrorlanadigan elementlar soniga 6 ga bo'lib berasizlar. Shunda mana nechta qoldiq qoladi? Qoldig'i muhim sizlarga. 57 9tadan beramiz. Shunda 3 qoldiq qolyapti. Xo'p, 3 qoldiq qoladigan bo'lsa, demak 3-chi o'rindagi 5 burchak bilan turadi deymiz. Agar sizlarga savol berganda 100-chi o'rinda nima turardi desa, 100-chi o'rinda 100 ni 6 ga bo'lardinglarda 4 qoldiq qolar ekan. Demak 4-chi o'rindagi turadi, yulduzcha bo'ladi deb javob berardinglar. Tushundinglarmi? Mana shunaqa savollar beriladi. Prezident maktabi savollarida ham tushgan bu. Mana bunga o'xshagan tushgan taxminan. Qaranglar, qizil, yashil, ko'k, sariq munchoqlar bor ekan. Qaranglar, birinchi qizil, keyin yashil, keyin ko'k, keyin sariq. Oq yo'q bu yerda. Qizil, yashil, ko'k, sariq. 34-munchoq qanaqa? E'tibor beringlar. Mana shu yana qizil, yashil, ko'k, sariq ketaverar ekan. 4 tada takrorlanadi. 34 ni 4 ga bo'lasizlar. 8 tadan 2 qoldi qoladi. Demak, sizlar javob berasizlar. Ha, yashil bilan tugaydi deysizlar. Tushundinglarmi? Xo'p.
Mana buni ham ko'rib qo'yinglar. Buni birgalashib ishlaylik, keyingisini ishlaysizlar. 47-o'rinda birinchi takrorlanishni topamiz. Nechtada takrorlanyapti bu? Yurakchadan boshlab yurakchagacha 4 ta element bor ekan. Demak, 47 ni nechiga bo'lasizlar? 4 ga bo'lasizlar o'quvchilar. 4 ga bo'lsalar 11 tadan 3 qoldiq qoladi. Mana shu qoldiqqa qaraysizlar. 3-o'rinda nima turibdi? 1-chi, 2-chi, 3-chi. Ha, demak mana bu turibdi deymiz. To'g'rimi? Xo'p. Keyingi A bo'ladi. Endi mana buni ishlaylarchi. Quyidagi ketma-ketlikning 2500-o'rinda turgan shaklini toping. Endi ketma-ketlikka qaranglar. Ba'zi shakllar bitta emas, bir nechtadan kelyapti. Takrorlanishni topa olishinglar kerak. Keyin savolga javob berasizlar. 2500-o'rinda qaysi biri turadi? Hop. Qani takrorlanishni qidiramiz. Mana buni cheksizlik belgisi deydi. Cheksizlik belgisidan boshlab cheksizlik belgisigacha takrorlanyaptimi? Tekshiramiz. Birinchi cheksizlik yulduzcha, keyin ikkita to'rtburchak, keyin uchta pi. Ha, mana shu takrorlanyapti ekan. Demak, bizda nechta element bor? Bitta takrorlanish sanaymiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ta bor. Endi 2500-o'rinda nechiga to'g'ri kelishini topish uchun 2500 ni 7 ga bo'lasizlar. 7 ga bo'lsak, hop, birinchi 3 tadan tegadi 21, keyin 40 ni ichida 5 tadan tegadi 35, keyin 5 yana 50, 50 ning ichida 7 ta bor, 49, bir qoldi qolyapti. Bir qoldi qolsa o'quvchilar, eng birinchi shakl bo'ladi. Ya'ni A bo'ladi. Agar 4 qoldi qolganda mana bu bo'lar edi. Nech qoldi qolsa ana shu o'rnini topib qo'yaverasizlar o'quvchilar. Xo'p. Endi hop, 15-chi birinchi marta nechinchi o'rinda paydo bo'ladi deb 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Hop, qatorida 15 soni birinchi marta. Qaranglar o'quvchilar, yana qoldili bo'lishga doir boshqacharoq misollardan ko'ramiz. Mana bu sonlarni tartibini beryapti. Ortib ketyapti. Bo'ldi. Mana bu yerda esa 1 bitta, 2 ikkita, 3 uchta, 4 to'rtta, 5 beshta va hokazo ketyapti. 15 soni birinchi marta nechanchi o'rinda paydo bo'ladi deyapti. Xo'p, buni topish uchun nima qilamiz? 14 nechi bilan tugaydi deylik. Sababi 14 ta 14 keladi birinchi. Keyin 15 keladi. To'g'rimi? Mana shu birinchi 15 nechanchi o'rinda turadi degan savol. 1 bilan tugaydi. Keyin 2 3-chi raqam bilan tugaydi. 3 ni qo'shsanglar 1 2 3 6 bilan 3 tugaydi. 4 ni qo'shsanglar 10 bilan 4 tugaydi. 5 ni qo'shsanglar 15 va hokazo. Sizlar o'tgan safar bitta mavzu o'rgandik. Shunaqa qilib 14 gacha qo'shib chiqinglarchi? 14 gacha. O'rgandik, 14 ta sonni qo'shdi. Mana bu boshi bilan oxirini qo'shasizlar dedim. Keyin 14 ga ko'paytirib, natijani 2 ga bo'lasizlar dedim. 15 kere 7. 105. E'tibor beringlar, 105 bilan 14 tugaydi. Undan keyin 15 boshlanadi. 15 nechanchi o'ringa to'g'ri keladi? 15 ta 15. Mana bu 106 ga to'g'ri keladi deymiz ekan. Qoldili bo'lishda eng muhim narsa nima bilasizlarmi o'quvchilar? Nima bo'layotganini his qilish, mantiq, qonuniyatni topish deyiladi. Mana shu 1 bitta, 2 ikkita, 3 uchta, 4 to'rtta kelayotganini hamma his qildi menimcha mana shu yerda. Mana shunday misollarni ham topishga bilishimiz kerak bo'ladi. 30 ta son yig'indisini so'rabdi. 1 2 3 4. Qaranglar endi. Rosa qiziq ekan keyingisi. Buni o'zingizlar ishlaysizlar. Mana shu qatorda mantiqni qaraymiz. 1 2 3 4 5. Keyin 2 3 4 5 6
Keyin 3, 4, 5, 6, 7. Nimadir sezyapsizlarmi nima bo'layotganini? Keyingisi 4, 5, 6, 7, 8. Menimcha hamma bildi nima bo'layotgan. Savol. Dastlabki 30 ta son yig'indisini topib beringlar menga. Dastlabki 30 ta son yig'indisi. Qani hammanglar ishlanglarchi, mantiqni o'zingizlar harakat qilasizlar topishga. Biroz nostandart masalalarni qo'shganman. Savol bo'lsa yozib oling. Abdulloh yozib qo'y. Hop. Dastlabki 30 ta. 30 ta son yaxshi 5 ga karali ekan. Bu oson misol. Nimasi osonligini ham tushuntirib beraman. Nostandart nima domla deyapti. Nostandart degani ayni bir formulaga tushmaydigan masalalarni nostandart deyiladi. Unda fikrlash orqali yechadigan testlar beriladi. Xo'p, qaranglar o'quvchilar. Birinchi 5 ta yig'indimiz nechiga teng? 15 ga teng. Ikkinchi 5 talik yig'indimiz 20 ga teng. To'g'rimi? Keyingisi 25 ga teng. Qo'shinglarchi shunaqa chiqarmikin. Undan keyingisi 30 ga teng. Mana sizlarga qoida. Undan keyingisi 35 ga teng. Undan keyingisi nimaga 35 deyishinglar mumkin-da? Sabab 5 dan boshlanadi keyingisi. 5, 6, 7, 8, 9, 5 tadan ketyapti. E'tibor beringlar, 5 dan 9 gacha qo'shinglar-da 35 chiqadi. Undan keyingisi 40 ga teng. Nechta son bo'ldi shu yergacha? 10 ta, 10 ta, 10 ta, 30 ta son bo'ldi. Mana shuni yig'indisini toping deyapmiz. Hammasini yig'indisini toping. 30 ta sonni yig'indisini toping. Biz 5 ta 5 tadan guruhlab oldik-da, yig'indini topishimiz oson. Nima qilamiz? Boshi bilan oxirini qo'shamiz. Mana. Nechta guruh bo'ldi? 55 dan 3 ta guruhimiz bo'ldi. Javob 165 bo'lar ekan. Endi o'quvchilar, odatda mana shu tushunarli. Lekin bizga 32 tasini toping deydi odatda. Dastlabki 32 tasini toping deydi. Sizlar 30 tasini osongina topasizlar. Lekin undan keyin mana bu 6 bilan boshlanib 10 da tugaydi. Undan keyingi 7, 8 ni ham qo'shishni bilish kerak. Keyingi son 7 bilan boshlanadi. Buni nostandart masala deydi. O'quvchilar buni o'zingizlar tushunib olishga harakat qilasizlar. Sizlar bilan bitta mana shunaqa masala ishlaymizda. Keyin soatimiz nechi bo'ldi? Hali vaqtimiz bor ekan-a? Yangi qoidalarni yana o'rganamiz. Xo'p. O'quvchilar yana bitta misol. Nostandart masala. 4 521. Mana bu 521 sig'magan. Bu yoqqa cheksiz ketyapti, ko'p ketyapti. Xo'p. O'quvchilar yozmay turasizlar. Bir masalani tushunib olaylik-a, keyin yozaylik bo'pti. Men bir o'qib chiqib olaman sizlarni. Xo'p. Nima? Asadulla kim ekan? Stiker yubormay turing. Bir o'quvchimiz. Xo'p, qaranglar, mana shu yerda 2084 ta katay bor. 2084 tasini nechtasi kulrang, nechtasi oq deyapti. Ha? Nechtasi kulrang, nechtasi oq. Sizlar takrorlanishga e'tibor berishinglar kerak-da, keyin hal qila olishimiz kerak. Xo'p, ekranimizga tegdi. Ekranga tegmaymiz. Xo'p. Endi qaranglar. Mana shuni nechtasi oq, nechtasi qora desa qanaqa qilib topamiz shu 2084 tadan degan savolga sizlar bilan birgalikda javob topishimiz kerak bo'ladi. Birinchi, takrorlanishga e'tibor qarataylik. Xo'p, har
3 dan olsak. Har mana bunaqasiga 3 dan olsak. Har 3tadan nechta bo'yalgan? Nechtasi kulrang? Har 3tada. Mana bunaqasiga har 3ta nimamizda 4tadan kulrang bo'lyapti. To'g'rimi? Har 3tamizda 4tadan kulrang bo'lyapti. Endi lekin 521 ta mana shunaqasiga uzun ketgan. 521 ni 3 ga bo'lsanglar o'quvchilar. Hop, 173 tadan tegadi, 2 qoldi, qolib ketadi. 17. Hop, bu nima degani o'quvchilar? Mana shunaqa to'rttaliklardan 173 ta bor. Va yana eng oxirida, yaxshilab qaranglar. Eng oxirida 2 qator ham bor degani. 2 qoldi, qolib ketdi degani, 2 ta ham bor degani eng oxirida. Mana shu narsani qoldiq deydi. Eng oxiridagi nostandart qismini topish. Agar 173 ni 4 ga ko'paytirsanglar, 12 biri dilda 28, 29, ikkisi dilda 6, 692 va eng oxirida ham kulrangi bor. Nechta kulrangi bor? 1, 2, 3. Mana shu narsani tushunib olishimiz kerak. Shundan nechi bo'ladi desam, 692 ga 3 ni qo'shasizlar, oxirgi 3tasini. 695 bo'ladi o'quvchilar. 695 bo'ladi. Xo'p, endi sizlarga men mana shuni sal o'zgartirib beraman-da, keyin tushunib yozishga harakat qilasizlar. Qaranglar, yana bir tushuntiraman. Mana shunaqa misollarda takrorlanuvchi harakatlar mana har mana bunaqasiga 3 uzunlikda 4tadan kelyapti. Mana shu 4talikdan nechta borligini topish uchun bo'ldik. Bu bunaqasi 521 edi, 521 edi. 521 ni 3 ga bo'ldim, 173 chiqdi. Ha, demak mana bu 4taliklardan 173 ta bor. Demak, jami 692 ta bor kulranglar. Lekin oxiridagi 2 qator ham bor-ku. Ana shu oxirgi 2 qator mana shunda yana 3 ta bor deymiz. Endi sizlarga boshqa savol beraman. Mana shuni o'zgartiraylik. Sizlarga savol. Agar bunaqasiga 100 katayni olganimda 100 qator, 100 olganimda bunaqasiga 4, bunaqasiga 100. 400 ta katayni ichida nechta kulrang bo'lardi? Top ko'ringlarchi. Nechta kulrang bo'lar edi? Agar 100 katak olsam, ya'ni 100 kara 4, jami 400 ta mana bunaqa nima bo'ladi? Katay bo'ladi. Shu 400 ta katayni nechtasi kulrang? Mana bunaqalar nechta? Top ko'ringlarchi, javoblarni yuboringlar yozib. Hop. Yaxshi. Fatima stiker yuboramiz. 100, 133 kelyapti. Yaxshi. Nima qildik? Boya ishlagan usulda ishlaymiz. Takrorlanishni topmoqchimiz. Har 3tada 4tadan kelyapti. Har 3tada 4tadan kelyapti. Biz qiladigan ishimiz 100 ni 3 ga bo'lsak, mana bunaqasiga har 3tada 4tadan kelyapti. Nechta 4ta borligini bilish uchun 100 ni 3 ga bo'laman. 33 tadan teng 1 qoldi qoladi. Demak, mana shu 33 ta bor 4talikdan. 4talikdan 33 ta bo'lsa, kulranglar soni mana shu 33 tadan 132 ta bo'ladi. Endi undan tashqari eng oxirida yana bir qatori ham bor. Sabab bir qoldi-da. Yana bitta ham bor. Ha, demak nima bo'lyapti? 133 bo'lyapti o'quvchilar, 133. Javob 133 deyishimiz kerak ekan. Mana ularda ham takrorlanish tushundinglar-a? Bunda qarasanglar 1 2 1 3 2 4 kelyapti. 1 3 2 4 bo'lyapti. 27-o'rinda qaysi son? Bo'lib topib qo'yasizlar. Mana ularda ham
42 o'rinda qaysi son? 1, 3, 2, 4. 4ga bo'lib topasizlar. Mana unda qaranglar. 3 ta qizil, 2 ta sariq, bitta pushti. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tasi takrorlanib kelyapti. 38-o'rinda qaysi son bor desa, 38 ni 6 ga bo'lasizlarda 2 qoldiq qoladi. Ha, demak 2 qoldiq qolsa deysizlar, qizil bilan tugaydi. Ya'ni A javob bo'ladi deb aytasizlar o'quvchilar. Bunaqalarni o'rgatishim shart emas. Menimcha o'rganib bo'ldinglar. Endi sizlar bilan mana vaqtimiz ham kam qolyapti. Eng muhim ko'radigan narsamiz mana bu metro harakati bo'yicha misollar bor. Ko'pchilik o'quvchilar chalg'iydigan narsalar, shuni ko'ramiz. Xo'p, qaranglar o'quvchilar. Agar men biror jadval to'ldirsam, jadvalda A, B, C, D ustunlar bo'lsa va sonlarni quyidagicha yozib ketsam, 1, 2, 3, 4. Xo'p. Hozir o'quvchilarga bitta qarab olay. Chatga bitta qarab olaman. Xo'p. Hozir nimaligini tushuntiraman o'quvchilar. Metroga ahamiyat bermay turinglar. Mana shuni yo'q deb faraz qilib turinglar. Xo'p, endi qaranglar. Agar ben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 qilib yozib ketsam, 17, 18, 19, 20. Mana shu holatda yozib ketsamda, sizlardan so'rasam, o'quvchilar, men 54-sonni 54 ni qaysi qatorga yozaman desam, sizlar mana bunday qilasizlar. Hammasi to'rttada takrorlanyapti, to'g'rimi? 4 ga bo'lib qoldi bilan topishimiz mumkin. 54 ni 4 ga bo'lsanglar, 13 tadan 2 qoldi qoladi. Domla deysiz. 54 ni B ustunga yozasizlar deysiz. Yozasiz deysiz. Nimaga desa, chunki 2 qoldi qoladigan hamma 4 ga bo'lganda 2 qoldi qoladigan hammasi mana shu ikkinchi ustunda turibdi. 10 ni 4 ga bo'linglar 2 qoldi qoladi. 14 ni 4 ga bo'linglar 2 qoldi 18 va hokazo. Agar men sizlarga aytsam 99 ni qayerga yozaman desam, 99 ni 4 ga bo'lasizlarda 16 tadan 3 qoldi qoladi. Domla deysizlar, 99 ni S ustunga yozasiz. Chunki 4 ga bo'lganda 3 qoldi qoladigan hammasi shunda deysizlar. To'g'rimi? Hozir chatda ham yozib qo'yay, agar tushunmaganlar bo'lsa tushunmadim deb yozib turadi. Hozir ochaman. Xo'p, endi qaranglar. Bu harakatda takrorlanish 4 tada bo'lyapti o'quvchilar, mana 4 tada bo'lyapti. Shuning uchun qaysidir sonni, aytaylik 2025 ni qaysi ustunga yozaman desa 4 ga bo'lamiz. Takrorlanish 4 ga bo'lyapti-ku. 4 ga bo'lib yuborsanglar 1 qoldi qolami, 506 bo'lar ekanda 1 qoldi qoladi. 2025 A da bo'ladi deymiz. Nimaga desa, qaranglar, tushunmaganlar. Nimaga desa, mana shu yozish tartibim bo'yicha A qatordagi hammasini 4 ga bo'lsam, bir xil bir qoldi qolyaptimi? Ha, 1 ni 4 ga bo'lsam ham, 5 ni 4 ga bo'lsam ham, 9 ni 4 ga bo'lsam ham bir xil bir qoldi qolyaptimi? Demak, sizlar eng birinchi qism, mana bu qismga e'tibor berasizlarda. Ha, mana shu qoldiqlar bo'yicha 1 qoldiq qolsa A da bo'lar ekan son, 2 qoldiq qolsa B da bo'lar ekan, 3 qoldiq qolsa C da bo'lar ekan, 4 qoldiq qolsa D da bo'lar ekan deysizlar. 99 ni 2025 da 24, 1 qoldiq qoldi A da bo'ldi. Endi qaranglar o'quvchilar. Agar men boshqacha tartibda yozsam, mana bunday.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 va hokazo yozib ketsa. Va sizlarga aytsam, men aytaylik 53 ni qayerga yozaman desam, bir chekkadan yozib chiqmaysizlar, to'g'rimi? Qoldiq bo'yicha hisoblaysizlar. Endi bunda bir marta takrorlanish o'quvchilar. Bir marta takrorlanish nechi bo'ladi desa, hop. Hozir o'quvchilar bitta qarab olaylik. Karimov Muhammad Ali. O'zi bunday ekan-a. Men baribir tushuntirayotganda qayta tushuntiraman. Tushunmaganlar eshitishga harakat qiladi. Chatni yopib qo'ydim. Kim qayerga tushunmasa, bir chiroyli yozsa tushuntirib bersam yaxshi bo'ladi. Lekin hozir baribir sizlarga 2 martalab tushuntiraman ekan. Endi qaranglar o'quvchilar, mana shu yerda takrorlanish nima bo'ladi desa, bu yoqqa 4 boryapti, 4 qaytyapti. 8 tada takrorlanadi. Va 8 ga bo'lgandagi qoldiqlar bo'yicha ustunlarda sonlar joylashadi. Misol uchun, A ustundagi sonlar 8 ga bo'lganda 0 yoki 1 qoldiq qoladi. Hammasini qaranglar. 8 ga bo'linglar. Qaranglar. B ustundagilarni 8 ga bo'linglar-da, necha qoldiq qoladi? Hamma son 2 bilan 7 qoldiq qoladi. Hammasi shunaqa 2 bilan 7 qoldiq qoladi. S ustundagilarni 8 ga bo'linglar, 3 bilan 6 qoldiq qoladi. B ustundagilarni 8 ga bo'lsanglar, 4 bilan 5 qoldiq qoladi. Endi bir kishi 2000 ta sonni mana shu yerga yozib chiqdi deydi. 2000 ta. Shu 2000 ta sondan o'quvchilar aytaylik 1500 ni qaysi ustunga yozamiz? A ustungami, B ustungami, S ustungami desa, endi 4 ga bo'lmaymiz. Endi 8 ga bo'lamiz o'quvchilar. Nimaga desa, chunki takrorlanish 8 da bo'lyapti. 2 qatorda bo'lyapti. Chunki bu borish va kelish harakat. Shunda qayerga yozamiz? 1500 ni 8 ga bo'lasizlar. Xo'p, bittadan beramiz. 70 ni ichida 8 tadan beramiz. 64, 60 ni ichida 7 tadan beramiz. 4 qoldiq qolyapti. Demak 4 qoldiq qolsa, eng oxirgi D ustunga yozamiz ekan o'quvchilar. D ustunga yozamiz. Tushundinglarmi? Borib kelishi mana shundan iborat. Endi keyingi harakat. Agar men o'quvchilar sonlarni yana ham boshqacharoq yozsam. Aytaylik 1, 2, 3, 4. Keyin 5, 6, 7 yozsamda, keyin 8, 9, 10 yozsam. Keyin 11, 12, 13 yozsamda, keyin 14, 15, 16 yozsam. Keyin 17, 18, 19 yozsam, keyin 20, 21, 22 yozsam va hokazo ketsa. Mana shunga e'tibor beringlar-da. Mana shuni metro harakati deydi. Metro harakati shundayki, mana bunda birinchi bekatdan 4-bekatga boradi-da, stansiyalar bo'ladi. Mana yerda metroning ikkala tomonda ham haydovchi kabinasi bor. Mana bu yoqqa ketadi, birinchi bekatga boradi, keyin 2 ga boradi, keyin 3 ga, 4 ga, keyin 5 ga, keyin 6 ga, keyin 7 ga boradi-da, 7 dan keyin 1 ga bormasdan yana 6 ga qaytadi. Xuddi 4 dan keyin mana bu D dan keyin S ga qaytganga o'xshaydi. A dan keyin B ga boradi mana. Mana shuni qilib yozishlarni metro harakati deb nomlanadi. Bular hozir nomi sizlarga unchalik ahamiyat kasb etmaydi. Mana shunaqa misollar bo'lib qolsa-chi.
22'dan keyin maytga 23, 24, 25, keyin 25dan keyin yonidagiga o'tib ketadi. 26, 27, 28. Mana shunaqa qilib yozilsa-da, sizlarga aytsam, aytaylik 105 ni qayerga yozaman, 200 ni qayerga yozaman, 250 ni qayerga yozaman degan, qaysi ustunga yozaman degan savollar bo'lsa, endi nima qilamiz desa, endi takrorlanish, mana birinchi qatorda olmaysizlar, qolganlariga qarasanglar, ikki qatorni olasizlar. Ikki qatorda nechta son bor? Nimaga ikki qator desa, borib kelyapti-da. Boryapti, kelyapti. Ikki qatorda nechta son bor desa, ikki qatorda 6 ta son bor. Demak, takrorlanish 6 tada bo'ladi. Ya'ni 6 ga bo'lgandagi qoldiqlar bilan sizlar qaysi ustunga qaysi son yozilishini topasizlar. Mana shu misolda 6 bo'lyapti. Endi bu 4 talik bo'lganligi uchun-da 4 dan 1 dan 2 ga ko'paytirasizlar. 6 ga bo'lganda 1 qoladigan hamma son mana shu A ustunida bo'ladi. Haqiqatda tekshiringlar, 7 ni 6 ga bo'linglar, 1 qoldik. 13 ni 6 ga bo'linglar, 1 qoldik. 19 ni 6 ga bo'linglar, 1 qoldik. Endi 6 ga bo'lganda 2 qoldik qoladigan yoki qoldik qolmaydigan sonlar B ustunida bo'ladi. 6 ga bo'lganda 3 qoldik yoki 5 qoldik qoladiganlar C ustunida bo'ladi, 4 qoldik qoladiganlar D ustunida. Endi 105 qaysi ustunida bo'ladi desa, 105 ni 6 ga bo'lamiz. Bo'lganimizda 17 tadan tekib 3 qoldik qoladi. Demak 105 ni C ga yozaman deysizlar. 200 da-chi desa, 200 ni 6 ga bo'lsanglar 3 tadan tegadi, 18, 20 ni ichida yana 3 tadan tegib 2 qoldik. Demak 200 ni B ga yozaman deysizlar. 250 ni qayerga yozaman desa, 250 ni 6 ga bo'lasizlar. 6 ga bo'lsanglar, hop, 4 tadan bor. Keyin 24, 10 ni ichida bittadan bor, 4 qoldik ekan. 4 qoldik qolsa D ustunga yozaman deysizlar. Mana shu tartibda ishlaymiz. Qani endi chatlarni ochamizda mana shu oxirgi misollarimiz bo'ladi. Vaqtimiz ham tugatdi. Bir ikkita misol ishlaylik, keyin darsimizni tugatamiz o'quvchilar. Hop, nimani kelishamiz? Dam berish masalasini. Hop, stiker yubormaymiz. To'raqo'rg'on stiker yuborsanglar bo'lmaydi. Birinchisi, metro stansiyasi birinchi 6 ta liniya bo'yicha borib kelaveradi. Mana shunday borib keladi. Har bir bekatda to'xtaydi. Endi B bekatda harakatni boshladi. Birinchi S dan ketyapti. Birinchi S ga bordi, keyin D ga bordi, keyin Y ga bordi, keyin F ga bordi. Endi metro boya aytganimdek F dan keyin sirazi yana Y ga qaytadi. 5-bekati bu, 6 bu, 7 bu, 8 B bo'ladi, 9 A bo'ladi. Mana bunday qilib olaylik. Keyin 9 dan keyin A dan keyin yana B ga boradi. 10, 11, 12, 13, 14. Keyin 15, 16, 17, 18, 19. 20, 21, 22, 23, 24 va hokazo 25, 26, 27, 28, 29. Endi bizdan savol so'rayapti. 1018-to'xtash bekati qaysi bo'ladi? Metro borib kelib yuraveradi-da. 1018-to'xtash bekati qayer bo'ladi desa nima deymiz? B bo'ladi. Biz birinchi savol, nechiga bo'lamiz o'quvchilar? Nechiga bo'lamiz? Nechiga bo'lib topamiz? 10 ga deyishyapti. 10 ga to'g'rimi? 9 ga deyishyapti. Bunday qilasizlar, qaranglar. Mana birinchi qator qayerdan har xil bo'lishi uchun ikki qatorda olinglar. Ikki qatorda nechtadan son bor? Mana shu muhim, borib kelishida. Boshi qayerdan boshlanishi mumkin bilmaymiz-da. Shuning uchun oxirgilarni qaranglar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ga bo'lasizlar ekan. 10 ga bo'lganda 9 qoldik qolsa A stansiya. 10 ga bo'lganda 8 yoki qoldik qolmasa B. 10 ga bo'lganda 1 yoki 7 qoldik qolsa hammasi 1 bilan 7 bilan tugaydiganlar C da bo'lar ekan, 2 bilan 6 bilan tugaydiganlar D da va hokazo. Endi 118 10 ga bo'lsanglar 8 qoldik qoladi.
8 qoldi qoladigan qaranglar, hammasi 8, 18, 28 hammasi B bekat bo'ladi. Javob B bo'ladi. Mana shuni metro masalalari deydi o'quvchilar. Xo'p, bitta mana bundan ham ishlaylik-da, vaqtimiz tugabdi. Oxirgi misolimiz mana shu bo'ladi. Xo'p, qaysi ekani? Mana shuni o'zim beray, bu masalasi yonida emas ekan. Pastga tushib ketgan shekilli. Mana buni ishlaylik. Qaranglar o'quvchilar. Mana shu sonlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 boyagidagi metro usulida yozilgan. Savol quyidagicha. 1992 ni qaysi ustunga yozamiz? 1 gami, 2 gami, 3 gami, 4 gami, 5 gami? Ana shu savol berilgan. Kelinglar shuni oxiri ishlaylik, keyin tugatamiz. 2 ga yuborishyapti. Hop. 1 ga yuborishyapti. Bunday qilamiz-a? Takrorlanishni bilish uchun ikki qatorda qancha son bor deb olamiz. Birinchi qatorda olmaysizlar. Sababi birinchisi boshdan boshlaganda bu. Qolganlari takrorlanadi mana. 4 ta bu yoqqa, 4 ta bu yoqqa. Xuddi shunday 4 ta 4 ta. Jami 8 ta da takrorlanadi o'quvchilar. Shuning uchun nima qilamiz? 8 ga bo'lasizlar. 8 ga bo'lsanglar, hop, nechtadan tegi nech qoldi qoladi? 2, 16, 39 ichida 4, 32, 72, 9. Ya qoldi qolmaydi ekan bunda. Agar qoldi qolmasa, demak 8 ga karrali bo'ladigan sonlar ikkinchi ustun bo'lar ekan. B javob. Hamma 8 ga karralilar, 8, 16 karrali 2 da turib. Javob B bo'ladi o'quvchilar. Xo'p, hammadan bitta muhim maslahat bo'ladi o'quvchilar, qoidali bo'lishni yaxshi o'rganinglar. Imtihonlarda tushadigan rosa qiyin misollar bor. Aynan qoidali bo'lish bilan ishlanadi. Raqamlar soni, raqamlar yig'indisi degan mavzularda murakkab qismi bor-da, men keyinchalik o'taman. Ana shunda mana shu qoidali bo'lishdagi bilimlarimiz rosa bizga kerak bo'ladi. Bugun darsimiz shu bilan tamom. Rahmat hammanglarga.